Mana biz transformator tok koeffitsiyentini topishga harakat qilyapmiz. Bunda transformator pasportlari yo'q. Shuning uchun biz prizm qurilish tomoniga 380 volt uladik. 380 voltdan kuchlanish beryapmiz. Prizm qurilish tomonidan razmetlar ajratilgan, 35 razda ajratilgan, pizi zen yoqilmagan. 10 kilovatda pizi bor, zen yoqilmagan. Faqat bir-biriga permecha qilingan. Prizm transformator tokini koeffitsiyalari I1 bilan I2 da 46 milliamper, I1 bilan I3 da 32 amper, 32 milliamper, I1 bilan I4 da 24 milliamper, I1 bilan I5 da 16 milliamper tok chiqdi. Bizlarda 380 volt berganimizda prizmni qurilish tokimiz biri 8 amperdan 2 ampergacha tok oqyapti qurilisimiz. Chiqarishimiz boyagi. Bunda testerda mana klishda tekshirib ko'rdik. Shunda bizlar I1 bilan I2 ni 200 ga 5, I1 bilan I3 ni 300 ga 5, I1 bilan I4 ni 400 ga 5, I1 bilan I5 ni 600 ga 5 deb topdik. Bu transformator tok koeffitsiyentini aniqlash usuli edi. Biz bilan birga o'rganing. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Rahmat hammaga.